Hammaga salom. Bugun kelganingiz uchun rahmat. Birinchi savol kimdan? Ilya, senga savol berishdan boshlamoqchiman. Ilya muxlislarining reaksiyasi haqida so'ramoqchiman. Biz ilgari ham sen muxlislarining sevimlilari bilan jang qilganingni muhokama qilgan edik. Bugun ham arenaga chiqqaningda seni hushtakbozlik bilan kutib olishdi. Shu jangdan keyin odamlar seni qo'llab-quvvatlashlariga umid qilasan yoki yomon qahramon bo'lish roling yoqdimi? Men bunga o'rganib qolganman. Rostini aytsam, men uchun yagona muhim narsa muxlislarga yakshanba kuni jangda zavqlanishlari. Ma'lumki, Charles UFC'da eng ko'p yakunlovchi zarbalar amalga oshirgan rekordchisan. Agar sen uni birinchi raunddayoq yakunlasang, o'zing bashorat qilgandek, bu qolgan divizion va umuman UFC uchun qanday signal bo'ladi deb o'ylaysan? Xo'sh, qara. Men uni finish haqida o'ylamayapman. Shunchaki g'alaba qozonishni istayman. Men g'alaba ortidan ketyapman. Ilya, senchi, agar sen Charlesni birinchi raunddayoq yakunlasang, bu sening merosing uchun qanday ahamiyatga ega bo'ladi? U g'alaba qozonishni xohlayapti. Men aytardimki, u xohlagan narsani haqiqat deb ko'rsatishga urinmoqda. Endi savol Charlesga. Charles, sen UFC'dagi jang qilganingda Ilya hali birinchi professional jangini ham o'tkazmagan edi. Kelayotgan jangda bu tajriba senga qanday ustunlik beradi? Bu shunchaki bosqichlar. Bu allaqachon tarix. Nima bo'lsa bo'ldi. Agar bunday savollar mening kayfiyatimni buzadi deb o'ylasangiz, xafa qilaman. Men olov va urushlardan chiqqanman. Hammasiga tayyorman. Dena uchun savol. Dena, tushunaman, bu asosan turnirni Ispaniyada o'tkazish bilan bog'liq logistik masala. Lekin agar Ilya g'alaba qozonsa, ikki divizionda mag'lubiyatsiz chempioningiz bo'ladi. UFC'ni Ispaniyaga olib borish siz uchun qanchalik muhim bo'ladi? Qara, biz Ispaniyaga baribir bormoqchimiz. Covid davridan beri u yerga kirishga harakat qilyapmiz va albatta imkon qadar tezroq u yerda bo'lamiz. Savol chempion Aleksandr Pantoja uchun. Matbuot anjumanida seni Kai Kara Fransning yengil vazn toifasidagi Mike Tyson deb atading va o'zingni Ali kabi bo'lishing, uni xato zarbalar berishga majburlashing kerakligini aytding. Qanday jang kutyapsan? 25 daqiqalik urushmi yoki yakshanba kuni uni yakunlay olishingni o'ylayapsanmi? Salom Las Vegas. Men yana shu yerda T-Mobile arenada jang qilaman. Yakshanba kuni bu shaharga kelish va hamma ko'rsin deb dunyodagi eng zo'r ekanimni namoyish etishni yaxshi ko'raman. Mana bu pound for pound reytinglari bema'ni gap. Men yakshanba kuni UFC'dagi eng kuchli jangchi ekanligimni isbotlayman. O'xshash savol Kay uchun. Matbuot kunida sen odamlarni tezda yiqita olishingni aytding, ammo Pantoja bilan 10-20 ta kuchli zarba kerak bo'lishini ta'kidlagan eding. 25 daqiqalik urush kutyapsanmi yoki uni ham boshqa raqiblaring kabi yiqita olasanmi? Hammaga salom. Pantoja bizning divizionimiz tarixidagi eng yaxshi chempionlardan biri. Lekin biz 9 yil oldin jang qilganmiz. O'shanda men hali yigitcha edim, hozir esa erkakman. Nima uchun jang qilayotganimni bilaman. Shuning uchun oktagonga chiqqanimda tarix yaratish va uni yiqitgan birinchi odam bo'lishni istayman. Benil Darish uchun savol. Kecha Renato yakshanba kuni seni o'ldirish kerakligini aytdi, chunki divizionda faqat bitta qari odam uchun joy bor. Bu izohdan keyin u juda agressiv bo'lishni kutyapsanmi? Bilmayman. Menimcha jangdan ko'ra so'z ko'proq bo'ladi. Agar bilmasang, ertaga yakshanba kuni la'nati it hamma bilib oladi. Yura qol jinnivoy. Bu shaharda faqat bitta qari odamga joy bor. Demak, oxirida men qolaman. Aytgancha, men sendan atiga 15 kun kichkinaman. La'natda, shuni yodda tut. Yakshanba kuni seni yakunlayman. Qara, yosh yigit, sen hali yoshsan. Oldinda vaqt ko'p. Bu jangni yutqazasan, lekin yoshsan hali. Men ham yoshman, lekin allaqachon sochlarim to'kilyapti. Demak, sendan ustunman, uka. Men chinakam erkakman. Birodar, yakshanba kuni seni sindiraman. Keyin gaplashamiz, xo'pmi? Ko'ramiz, birodar. Renato, kecha sen Islom Maxach bilan jang qilib yaxshi pul ishlaganligingni aytding, lekin hozirgi bosqichda ketma-ketlikda mag'lubiyat. Qanaqa tentakcha gapiryapsan? Moni Maykano mag'lubiyati haqida gapirma. Men faqat eng yaxshilarga yutqazganman. Mening nazarimda Dariush umuman eng yaxshisi emas. Sen Dariushni Islom Maxach bilan solishtiryapsanmi, tentak? Yo'q, men shunchaki yaxshisi jim bo'lganim yaxshi demoqchiman. Charles Charles Oliveira, shu hafta vazn tushirish paytida jamoang bilan birga ibodat qilayotgan suratlaringizni ko'rdik. Senga bunday jamoa va ajoyib qo'llab-quvvatlash nimani anglatadi? Bu shunchaki jamoa emas, oila. Odamlar tushunmaydi, lekin biz Shooter Box oilasimiz. Ilya uchun savol. Ilya, agar yakshanba kuni g'alaba qozonsang, atiga 9 ta jangda UFC'da 2 vazn toifasidagi chempion bo'lasan. Bunday qisqa muddatda erishgan yutuq sen haqingda nima deydi? Men eng zo'r ekanimni, men dunyodagi eng kuchli jangchiman va bu qila olamanmi yo'qmi degan savol emas.
Chunki men buni qilaman. Uni birinchi raundda nokaut qilaman. Muxlislar doim shunday harakat qilishadi, lekin jang tugagach nima bo'lganligini tushunasizlar. Ilya uchun savol. Ilya, Habib yaqinda senga Islam bilan jang qilishdan oldin Charles bilan jang qilishingni istaganini ayt. U seni Charlesni yengishingni ishonganini ta'kidladi. Habibning bu fikridan nima deysan? Va sen u nega avval Charles bilan, keyin Islam bilan jang qilishingni istadi? Rostini, u nima xohlashi menga umuman farqi yo'q. Sen Volkanovskini nokaut qilding. Max Hollowayni nokaut qilding. Endi Charlesni ham birinchi raundda nokaut qilishingni aytding. Senga shunday sport afsonalarini yiqitish yoqadimi? Albatta, chunki chinakam afsonalarni mag'lub qilganingda vaqt o'tib, o'zing ham afsonaga aylanasan. Xuddi Dana aytganidek. Kaykara Frans uchun savol. Bu yil Volkanovski ham Jack Della Madeleine ham Avstraliya uchun kamarlarni qo'lga kiritishdi. Bu senga motivatsiya berdimi? Nafaqat o'zing uchun, balki Yangi Zelandiya va butun mintaqa uchun ham kamar olish. Ha, 100%. Bizning mintaqamizda MMA kuchayib boryapti. Hammaning mehnati, hammaning yuqori ko'rsatkichlari ko'rinib turibdi. Shuning uchun aytganimdek, bu mening vaqtim, Kay vaqti. Savol Ilya Topurya'ga. Charlesning sportdagi ismi va barcha yutuqlarini hisobga olsak, uni mag'lubiyati sening merosing va barcha davrlarning eng buyuk jangchisi bo'lish maqsading uchun nimani anglatadi? Albatta, bu juda katta ahamiyatga ega. Bunday jangchilar ustidan qozonilgan g'alabalar. Bilasiz, u bizning sportimizning afsonasi. Shuning uchun bu mening professional faoliyatimdagi katta g'alaba bo'ladi. Charlesga juda katta hurmatim bor, lekin men o'z ishimni qilaman. Charles uchun savol. Ilyaga nisbatan katta, hatto shunchaki shov-shuv emas, balki juda katta hurmat mavjudligini. Ko'pchilik uni seni yengsa, UFC qiroli deb bilishini inobatga olsak, uni mag'lubiyati sening merosing uchun qanday ahamiyatga ega bo'ladi? Bu senga katta g'alaba bo'ladimi? Bu nafaqat UFC'dagi, balki butun faoliyatimdagi merosim uchun juda katta hissa bo'ladi. Ilyaga va uning tez ko'tarilishiga juda katta hurmatim bor. Yakshanba kuni biz ajoyib jang ko'rsatamiz. Kuchliroq bo'lgan g'alaba qozonsin. Men bunga tayyorman. Ilya Topuria uchun savol. Sobiq yengil vazn chempioni shu haftada Islam Makhachev seni tanqid qildi bir intervyusida. Menga baribir u nima dedi? Savolingni o'zingga saqla. Ilya uchun savol. Bilaman, sen Charlesga hurmat bilan qaraysan. U ham senga hurmat bildirgan. Lekin yaqinda u senga qaraganda zarbalar og'irroq va kuchliroq deb aytdi. Bunga nima deysan? Bu imkonsiz. Oddiygina imkonsiz. Yakshanba kuni buni ko'rsatishga imkoniyati bo'ladi. Lekin aytganimdek, u polda hushidan ketgan holatda uyg'onadi. Rad etaman. Ilya uchun savol. Sensa qo'shimcha 10 funt bu jangda senga yordam beradimi? Hatto yarim yengil vaznga tushganimda ham buni baribir yenggan bo'lardim. Charles uchun savol. Charles Oliveira, hozir sening ajoyib faoliyating haqida film suratga olinmoqda. Ilyani mag'lubiyati shu filmning finali bo'ladimi deb o'ylashimiz kerakmi? O'ylamayman. Bu filmning ikkinchi qismi bo'ladi, chunki film deyarli tayyor. Bu ikkinchi qismning boshlanishi bo'ladi. Ilya uchun savol. Bizda Conor McGregor, Ronda Rousey kabi super yulduzlar bo'lgan. Ular sportni yangi bosqichga olib chiqqan. Sensa ikkinchi kamarni qo'lga kiritsang, xuddi ular kabi UFC'ga yangi surat beradigan super yulduzga aylanasanmi? Umid qilaman. Mening maqsadim ham yangi avlodga turtki berish. Charles Oliveira uchun savol. Sen ilgari aytgan eding, yarador sher ham baribir sher. O'zing bosib o'tgan yo'llar, yiqilishlar, mag'lubiyatlardan so'ng hozir aynan o'sha sher ekaningni ko'rsatish uchun eng yaxshi payt deb o'ylaysanmi? Albatta, yarador sher hamon sher, lekin men yarador emasman. Men sher va to'liq tayyorman. UFC 317 turnirini bizning yopiq Telegram kanalimiz orqali jonli efirda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz uchun havolani video opisiyaniyasida va kommentariyada qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Birgalikda O'zbekistondagi eng katta aralash jang san'atlari sahifasini yaratamiz. Yeah, I'm just enjoying the moment right now. So come Saturday, it's going to be a whole different game. So, yeah. Oh, who's next? That it? That's done? All right. We're going to rip this stuff out of here, square these guys off. Ladies and gentlemen, thanks for coming out today and have a blast International Fight Week. Thank you.